Hammaga assalomu alaykum. Bugungi sotiladigan mashinamizdan Euro 6 DAF 460 talik ko'rishingiz mumkin. Mashinaning holati o'ta a'lo darajada. Ishlab chiqarilgan yili 2016-yil. Xo'p, 2022-yil O'zbekistonga kirib kelgan. Mashina o'ta yaxshi holatda, ajoyib minilgan. Balon holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Mashina o'ta tiniq holatda. 6 ta balon ham Kurgoy yangi azla ko'rishingiz mumkin. Mashinaga umuman gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, 850 talik katta baki, xo'sh kichigi esa 300 talik bo'ladi. Retardosi bor. Xullas mashina ishga tayyor holatda. Akkumulyatorlari yangi qo'yilgan. Motor korobka yog'larigacha almashtirib qo'yilgan. Hamma yog'i joy-joyida. Salon qismlarini ham ko'rishingiz mumkin. O'ta tiniq holatda, ratsiyalar bor. 360 graduslik kamera ham o'rnatib qo'yilgan. Mashinani bosib o'tgan masofasi 1,16,000 kilometr. Narxi keladigan bo'lsak, $40,000 baholandi. Kelishadigan joylar bor. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun bemalol o'zimizga aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'lasizlar.